Menda bir qiziq voqea bo'lgan, juda ham dahshat, hayotimga ta'sir qilgan voqealardan biri. Men bir kun qarz bo'lib qolganman-da, dadamga aytmaganman. 50 ming, 60 ming dollar qarz bo'lganman. Endi bizneslardan bog'lanib, bu boshlanish vaqtida adashib, keyin dadam kechqurun qorong'i svet o'chgan vaqtda chaqirib olib, nimaga xafa yuribsan? Hech narsa yo'q. Daftar qo'yganlar oldimga, yoz. Nimani yozay dedi? Qarzlaringni yoz. Qarzim yo'q, yoz dedim. Qo'rqib bir 20-30 mingini yozdim. Hali qarzlarimni. Turdilarda o'nlardan endi tepib yuborsalar, yorib yuborsalar kerak dedim. Dadam polniy sostoyanilarni qarzga yozib berdi. Turib chiqib borib, seyflarni ochib, 40 ming dollarni olib kelib stol ustiga qo'yib, buni tarqatib yuborgan, yetmasa 2-3 ta narsalarim bor, sotib beramiz. Agar sen xafa bo'lib yashaydigan bo'lsang dunyoga, mana boshqa orzu umidim qolmaydi, hamma umidim sendan deb shunaqa ishonch bildirib, hamma pullarini bergan.